xil tamlik sulu ish tayyorlash. Endi buni tayyorlashning tafsiliy bosqichi bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan materiallarni tayyorlab olamiz. Qozonga 30 gram sulu yarmi silib, uning ustiga 60 gram suv qo'yib, kichik o'tda qaynatamiz. Oxirida 3 minut tovan o'tda qaynatib pishiramiz. 3 minutdan keyin quyuq umachalik keldi. Shu vaqtda qachoq ussiq bo'ldi. Uning ustiga birdan chal pishirilgan tuxum, 4 parcha avokado, ham muvofiq miqdorda tuz va qarmoz sepsak tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi xil qo'rim sulu ish tayyorlashni o'rganib o'taylik. Buningda oldi bilan qozonga ozroq moy qo'yib qizigandan keyin 50 gram sulu yarmisini silib qoraymiz. Tovan o'tda aralashtirishni to'xtatib qo'ymay qoraymiz. Aralashtirish jarayonida muvofiq miqdorda tuz va bir chimdim kalifin silib qoraymiz. Sulu yarmisi qo'rilib pishib bo'lgandan keyin uning ustiga yarim chekidak olti suv qo'yib qaynatib pishiramiz. Pishib bo'lgan sulu yarmisini qachchiq ilib olamiz. Qozonga ozroq moy qo'yib, oldin to'g'rab tayyorlangan puroqliq mogoni silib qoraymiz. Puroqliq mogo bir qurt qo'rilib bo'lgandan keyin 2 tup palakni silib qoraymiz. Qo'rilib bo'lgandan keyin ustiga yarim qoshiq tuz va muvofiq miqdorda qarmoz sepgandan keyin qachchiq olamiz. Qozonga yana bir qatim ozroq moy qo'yib, bir dona tuxumni chaqib, ustiga ozroq suv qo'yib atgandan keyin tovuqni yepib, dumlab pishiramiz. Tuxum bek pishib ketmasmi, mushta chalada pishgan bo'lsa bo'ldi. Tuxumni suluning ustiga ap bo'lgandan keyin ustiga ozroq qizilmish qiqib sepsak tayyor bo'ldi. Mana bizning noit o'zgacha ham sog'lom bo'lgan ikki xil tamlik sulu ishimiz tayyor bo'ldi.